Burama chakchak o'xshatolmaydigan qizlar baribir kesma chakchakka yetmaydi deydi, bahona qilib qo'yishadi. Uchta agrochiken tuxumlarini oqini sarig'idan ajratamiz. Razriqli ichil vanilin solib yaxshilab penka qilamiz. Tuxum sarig'larini solib, mikseri past оборотida bir xil massa holatiga kelgandan keyin o'chiramiz. Chakchakkalarni ko'rinishida tillarang bo'lishini xohlasanglar, oltindan unlardan foydalaning. 2 pilo un solib lopatada aralashtiramiz va yana keragicha oz-ozdan un solib yumshoqqina xamir qorib tindiramiz. 40 minut tingan xamirni yoyamiz. Yupqa qilib o'simlik yog'i hamma joyiga surib olamiz. Xamirni ikkiga buklab, eni, bo'yi, ko'rinishi har jihatidan gugurt-cho'pga o'xshatib kesib chiqamiz. Qizgan yoda o'rta olovda aralashtirib pishirib olamiz. Bu chakchakni tayyorlasangiz, asablaringiz sizga rahmat deydi. Qiyom uchun shakar, suv, limon suvi yoki limon solamiz. Qaynatishga qo'yamiz. Suvga solganingizda xuddi shu holatga kelganidan keyin asal solib, yana 5 minut qaynatib o'chiramiz. Qiyomlarni solib, yaxshilab aralashtirib, xohlagan qolipingizga sovasanglar bo'ladi. Ustidan qolgan qiyomlarni ko'p-ko'p solib chiqamiz. 1 soatdan keyin qolipini olib tashlasanglar ham bo'ladi. To'liq retsept opisaniyada bo'ladi. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.